Sizlar bilan Isakova Sitora, pedagog, influencer, art terapevt. Ma'lumotlarning turlari bir necha xil. Kimdir o'qib, fantaziyasini oshiradi deyishadi. Kimdir telefonlardan, televizorlardan zarar ma'lumot ola olmaydi, ko'payib ketadi, miyasi keyin charchab qoladi va hokazo deyishadi. Miyasi oddiy ota-onani baqirishidan, qattiq gapirishidan, ota-ona o'zaro urushishidan, qaynona bilan kelin bir-birini yeyishidan boshlab ma'lumotni o'zlashtirishi susayib ketaveradi. U farqi yo'q, televizormidi, telefonmidi, siz o'qib beryapsizmi, o'zi o'qiyaptimi, kartinkali kitoblarni ko'ryaptimi. Bola uchun bitta tor yo'nalishda hech qachon bo'lmaydi ham. Odamzod har tomonlama ma'lumotni oladi. Bir xillari miya charchagan mahalda rasslableniya bo'lish uchun aynan telefon, gadjetlar va televizor ham kerak o'z vaqtida. Telefonlar zarar, televizorlar zarar. Kim etdi zarar deb? Kim shu asrda yashab o'tdi? Kim 100 yil telefon va televizor, kompyuter asrida yashab o'tdik? Ana shunaqa muammoli bo'lgan, o'shancha biz точно bilamiz deb hech kim ayta olmaydi. Biz endi digital olamga, merga kirib kelyapmiz. Chunki oldin bu narsalar bo'lmagan. Oldin kitob, gazetalar o'qish bo'lmaydi, zreniyani buzadi, aqlli bo'lib ketsa miyasi u bo'ladi, bu bo'ladi deyishgan. Lekin aksinchalik yillar o'tib aniqlandiki, kitob naborot odamni dunyo qarashini kengaytirar ekan, fikrini kengaytirar ekan, miya yaxshi rivojlanar ekan, ikkala povushari ishlashni boshlar ekan, fantaziya rivojlanar ekan deb kitob o'qigan odamlar hurmat qilinib, katta lavozimlarga ega bo'lishgan. Televizorlar chiqqanda ham televizor bu zarar, даже diniy tomonlardan nodir yomonlashgan. Televizor qanchadan qancha odamlarning uyiga muhim ma'lumotlarni olib kirdi. Qanchadan qancha narsalarni televizorda oddiy o'sha serial bo'ladimi, programma bo'ladimi, yangiliklar bo'ladimi, televizor orqali o'sganlar nechta oramizda televizor davrida. Endi hozir yana yangi kirgan, hamma kirgan yangilik hamisha qarshilik bilan kutib olinadi. Ota-ona bola bilan shug'ullangiz kelmaydi. Ota-ona ma'lumotni qanaqa yetkazishni bilmaydi, chunki bilimi yo'q, chunki o'qimagan, ustida ishlamagan. Ota-ona o'qitish deganda bu faqat diplom olish emas. Men o'zim pedagog universitetda dars beradigan pedagog sifatida точно o'zimga gapimga javob berishim mumkin. Qanchadan qancha bolalar bitirib diplom olishyapti-yu, kechirasizlar-yu. Men misol hayotimda o'zimning texnikam, uyim yoki qaysidir ishimni ularga bermagan bo'lardim. Bu juda ham qo'rqinchli va achinarli holat bu. O'qigan emas, uqqan bo'lish kerak deyshadi. Va shu uqqan bo'lishi uchun eng birinchisi bolalarga o'zimizni kattalardan misol keltirsak, bu mehr kerak. Ya'ni yaxshi gap bilan gapirgan gap yaxshiroq kiradi. Bittagina misol, men o'zim hayotimdan men juda ham ser-salom qiz bo'lganman. O'tgan ketganga ham 4-5 martalab ko'rsam 4-5 marta salom beraman. Bir kuni qo'shnim aytganlar, "Menimcha ser-salomsan, salom hadeb naqa beravermaydi. Esingdan chiqib qolyaptimi? Chut aytadi, Ro'zani qizi anaqaroq tormozroq deb ko'rgan odamga 5 marta savol beradi, salom beradi." Shunda bir ko'nglim singan. Keyin qaysidir bir kishini ko'rib qolganman ko'chada, juda ham yoshlar katta doda, oqsoqol salom berganman. Ali olganlar bilmasdan aylanib kelayotgan o'sha mahalla yana bir marta salom berganman. Juda ham ser-salom, aqlli qiz ekansiz deganlar. Bitta salom berganimga umringizdan baraka toping, salomlaringiz uchun deb nimalardir qilib duo qilganlar. Shunchalik odamni ko'nglini ko'targanki, men o'sha xotinning gaplari qo'shnim esdan chiqib, men ko'rganlarga 10 martadan bo'lsa ham salom beradigan bo'lganman. Bolani ko'nglini bir og'iz gap bilan yo ko'tarib, yo o'ldirishingiz mumkin. Kirayotgan miyasiga bilimini bitta jahlingiz bilan, bitta siltashingiz bilan, bitta chimchilab olishingiz bilan, bitta jonga tegding deyish bilan uzib qo'yasiz. Ya'ni bolaga ming xil miyada informatsiya aylanayotgan bolaga shu o'qiyaptimi, ko'ryaptimi, tegib ko'ryaptimi, chizyaptimi, olayotgan ma'lumotini 2 sekundda bitta gap bilan qabul qilina olmaydigan qilib qo'yishingiz mumkin. Yoki o'sha o'qigan ma'lumotini butun umrga yaxshi fikr bilan qoldiradigan ma'lumot bo'lishi mumkin. Ma'lumotni qaysi turda olishidan qat'iy nazar, qanaqa bu ma'lumotni qabul qilyapti va bola birinchi bo'lib ona qornidan boshlab qanaqa rivojlangan, mikroelementlar bilan o'sha miya tolalari qanaqa rivojlangan, elementarniy folioviy kislotani B9 vitaminini yetishmasligi bolani miyasini qanchalik chala rivojlantirishi, informatsiyani qabul qila olmasligi, tojida autizm va shunga o'xshagan narsalarga olib kelishidan boshlab ikki xatli onada qanaqa o'tgan, asabli onani bolasi informatsiyani qiyinroq qabul qilishi isbotlangan narsa bu va miyani qanaqa rivojlanishi ham. Keyinchalik bola bilan onani mehrida bo'ldimi?
dunyoni o'rganishni boshlayotganda elementarniy oralniy обучение deyiladi. Ya'ni onani ko'kragidan sut olayotganda bola shu lablarini, mышцalarini, jag mышцalarini, tilini ishlatayotganda miyani rivojlanishi, qanaqadir ma'lumotni olishi. Даже onani miyasi bola emayotganda og'zida qanaqadir mikrob kir narsani yalagan bo'lsa va shu mikrob qolib ketgan bo'lsa og'zida, onani areolasi, ko'kragini areolasi shu ma'lumotni miyasiga yuborib, palonchi virus ekan, bu COVID misol uchun, palonchi virus ekan, palonchi gripp ekan, palonchi deb ma'lumotni berar ekanda, onani antitelasi, chunki ona уже kasal bo'lgan bunaqa gripplar bilan, bunaqa mikroblar bilan kurashgan, o'sha antitelalar sut orqali bolaga boradi va bola shu kasallikni oyog'ida o'tkazadiki, bilmaysam kasal bo'lgan. Shunchalik odam miyasi bola bilan onasi neyro set deymiz, neyrolar hammasi o'rganib yotibmiz setlarni, lekin tabiiy da Alloh tomonidan yaratilgan shu elementarniy bog'liqlikni ham ko'plar tushunib yetmaydi. Yoki misol uchun aytadiki, ha to'g'ri emizilgan bola boshqacha, lekin butilkadagi bo'lmagan gap, butilkada ham aynan shu refleks o'sha so'rishi, o'sha qorni to'yishi onani bag'rida emyaptimi shu butilkani yoki отдельно bitta o'zi qolib ketibmi? Shunaqa tadqiqot ishlari bor. Endi tug'ilgan chaqaloq birinchi 40 kunni ichida ona bilan kontaktda kam bo'linsa, qo'lga olinmasa, bag'riga bosmasa, детская смерть degan narsa bor. Bola o'zidan o'zi o'ladi. O'zidan o'zi doktorlar hech kim o'sha narsani isbotlab bera olmaydi, tushuntirib bera olmaydi. Chunki bola onani mehrida qo'lida bo'lmaganligi uchun prosta o'lgan. Prosta o'lgan. Shuning uchun hamma narsa ma'lumotni olishi onani qornidan, ona o'zi 2 xatli mahal asabiy bo'lganmi, kitob o'qiganmi, yo'qmi, yoki даже 2 xatli mahalda shu telefondan kimnidir o'ldirishayotganini ko'ryaptimi, qanaqadir yaxshi aqlli ma'lumotlar olyaptimi, расслабляющий qanaqadir informatsiya olyaptimi, shundan boshlanib bolani onasi bilan kontakti, emishi, qo'ldan ushlashi, bag'riga bosishi, yiqilib tushganda onani ko'tarishi, onani раздраженный baqiryaptimi onaga, bolaga qornini qanaqa to'yg'izayotganligi, mana shu раздраженныйlardan boshlab informatsiyani qabul qiladi. Qancha ko'p baqirsangiz, qancha ko'p stress qilsangiz bolaga, qancha ko'p turtib fizический va moralniy abuz joniga ozor beradigan bo'lsangiz, shuncha miyasidagi mana bu tolalari kuyishni boshlaydi. Xuddi sim, напряжение qilavering. Masalan, bitta hozir qaysidir tokka 15 ta telefonni, zaryadka, холодильник, televizorlarni tiqing, nima bo'ladi? Напряжение o'tib boradi. Miya ham shunaqa. Deb har xil udarlar bo'lavergandan keyin har tomondan miya portlashni boshlaydi. Informatsiyani qabul qila olmaydi, kuyishi, miya в прямом смысле tolallar kuyishni boshlaydi. Поэтому telefon degani mumkin ekan degani ertadan kechgacha telefon qila olmaydi. Chunki qancha ko'p ma'lumot bo'lsa, telefonda mana rang-barang bo'lsa, shuncha miyani, zrachoklar, miyalar charchaydi. Lekin telefonni olib tashlash kerak ham degani yoki telefon bu zarar degani ham emas. Kitobni o'qiyapti degani bilimli bo'lyapti degani emas. Onasi baqirmasligi uchun, ona so'kib urmasligi uchun, adasi kelib tepib ketmasligi uchun ovozini chiqarib o'qib kitob o'qiyotgandek bo'lishi mumkin. Lekin miyasiga hech narsa kirmaydi. Agar bola stressda bo'ladigan bo'lsa, любой ma'lumot, vizualniymi, taktilniymi, informativniymi, hamma ma'lumot atrof muhitdagi bolani holati va spokойствияsiga, tinchlik ekanligiga bog'liq. Boshqa sabablari qanaqa informatsiyani tiqish практически не существует.